Всем привет, man qadrli любимчиklarim. Bugun o'zim qishlog'imda birinchi marta ovqat qildim qaytib kelganimdan beri. Bu ovqat kim viloyatida qanaqa nomlanadi? Kommentariyada yozib ketinglar. Qanaqa ovqatligini oxirida ko'rasizlar o'rtoqlar. Oxirida biz viloyatda bu ovqat qanaqa nomlanishini aytib o'taman. Bizga kerak bo'ladi piyoz, kartoshka, sobza, go'sht bo'lsa go'sht qo'shasizlar. Go'sht yo'q ekan, shuning uchun qo'shmadim. Har xil sabzavotlar pishyapti. Maza qilib ovqatlarga har xil sabzavotlar ishlatsa bo'ladi. Bolgarskiy soldim. Bolgarskiy qovurganimda keladigan hid shunaqa yoqadi o'rtoqlar. Sizlarga ham yoqadimi? Kommentariyada yozib ketinglar. Sразу kommentariyada negativ bo'lib yozishinglar shart emas. Hammani qozoni har xil qaynaydi. Bir kun go'sht bo'lsa, bir kun bo'lmaydi. Lekin qip-qizil qilib, mehr bilan shiringina qilib ovqat qovurib qilinadigan bo'lsa, albatta hamma ovqat shiringina chiqadi. Masalan, yaxshilab qovurgandan keyin ustidan 3 cho'michmi, 4 cho'michmi qozoninglarga qarab, masalliqlarga qarab suv qo'shasizlarda, bitta qaynab chiqqandan keyin guruch qo'shib, yaxshilab aralashtirasizlar. Xohlasanglar mosh ham solsanglar bo'ladi, xohlamasanglar ham solmasalaring bo'laveradi. Tabiiylarga ko'ra qilasizlar o'rtoqlar. Bu ovqat bizning viloyatda mastava deb ataladi. Kim viloyatida qanaqa atalishini kommentariyada yozib ketinglar. Albatta o'qib chiqaman, qadrli любимчиklarim.